Sunukun Allah'ını tutulmagan vaqtda nemişqa her qitim jubajini etmaqdı. Nemişqa şahsını evolmaydı. Şahsını acaba muartı, nait töven, nait iqtidarsız. Şunu mu şunda kılamdı? Meni gönce qilib filmning davomini anglam. G'arib sayohatni so'zlagandilar, men bosh til degan bu tanduyda Şahsınınki yeshi eng cho'ng, ko'ygan bilginim eng ko'p deb. Endi buni qarsak Şahsınga berilgan jazoning eng og'ir. Lekin buni o'tkazgan gunohi ancha aniq emas. Undaq bir cho'ng gunoh o'tkazilgan, biroq Sunukun jubajildimi nechtasi o'ta bir og'ir jazo berilgan. Ama bunu Şahsın üzümü anca bek bilip ketmeydi. Nemişqa şundaq bir og'ir jazoga mubtalo bo'lganini. Undaqda nemişqa Sunukun alvasini yo'qot qilib olganda doim Şahsını almay jubajini ep bardi deganda birinchidan ularning ma'artini etgan vaqtda bu yerki Şahsın Yorim Sultanninki bir xos nökri, bobiyasi. Biroq bu yer jubaji bo'lsa 80 ming kishilik Ersu lashkarininki sarkardisi, sarlashkar. Shunaqmi? Shuning uchun bu jihatda epetgan vaqtda baji Şahsından sal ustun turdi. Qo'ldagi eng kuchli epetgan vaqtimi jubajining 9 turnisini oldin qitim degan. Bu nihoyat kuchli bir xosiyat ekan güçte. İkinciden bu yerki bajini epetishki yeni bir sebep. Senda Beyguljon hammamiz bilamiz. Bu pasq so'nggi alvas kelgan vaqtda bu yer jubaji to'xtamay bu Sunukuni yomon gapini qilib, g'ayvitini qilib, shunalar bu tansonlar orasiga ozorchilik tushirib, bu yerda Sunukuni haydagizib o'tadi. Shuning uchun bu yerda Sunukun Şahsınakti baji qilib qolsa, bu davomli g'ayvat qildi, yomon gapini qildirdi. Buning og'zini yumdishning eng yaxshi chorasi dil aktish. Şahsın qilib qolsa bo'ldi, buning og'zi uchun. Shundaq ku film yoqtirgan do'stlar, bir dona yaxshi yurganlarni aytmanglar. Uchinchidan Şahsın Oqarqum daryosida tunji qatim shogirdlik kirgan vaqtda mundaq bir yig'iz gapni deydi. Avvalgi suara busatva meni tansin ustoz o'zlaridan bir qadam neri ayrılma, yenidil shu degan deydi. Asarga qarasam juhtaqni ko'tarib tansonning keyindil yuriydi. Tanson olmuş yeni şu ot juhtaqlar qaraydi. Bu yer naytlik yumshoq quloq, shundami? Bu gapni qat'iy asdan chiqarib qo'ymagan bu yerki Şahsın. Do'yinni ekranga chiqmay, suratga olmay, faqat kompyuter oldida turibmi, yaxshi yurgizib bo'ladi. Albatta bo'ldi. Qanday yurgizmiz? Karton film orqali yurgizmiz. Bundaq yurgizayotgan yangi jonxovlar yaxshi menyapti. Bu fursatni ching tutinglar, shu kartonni o'rganmoqchi bo'lgan do'stlar, bas nihoyat arzon, ham Uyg'urcha intayin tushunish bo'lgan bir darsni yetkazdim. Chu cho'ngda yoki men siz qilsanglar, maslak ayrim yo'llab beraman. Rahmat.